Shu kunlarda Madinaga kelayotgan bo'lsangiz, o'zingiz bilan olib kelishingiz kerak bo'lgan eng zarur narsalar. Birinchisi, qalin nachosli kolgotka, chunki Madinada ertalab bomdodda shunaqa sovuq. Mana men so'ginni kurtkani ichidan kardigan ham kiyib o'tiribman. Bitta kardigan ichida so'viysizlar, agar qalin kurtkangiz bo'lsa, olib olinglar, iloji bo'lsa uzunroq bo'lsin. Keyingisi albatta mana shunaqa chershkalar. Chunki agar kafilga o'tirib qolsangiz juda ham zax chiqadi. Xufton namozida ham kafilda o'tirib qolsangiz sovib ketasizlar. Bu chershkalar bilan bemalol yurib ibodatlar qila olasizlar. Ikkinchisi xullas mana shunaqa suvni yaxshi shimadigan salfetkalar uvalanib ketmaydigan. Ya'ni doimiy ravishda tahorat qilish sochiqlaringizdan qo'l qilib yoradi. Rulon salfetkalar ba'zilari uvalanib ketadi. O'shani yaxshisini olib, mana shunaqa zip paketlarga solib, ryukzakingizga olib yurasiz. Keyingisi termos, chunki bu yoqda o'sha muzdek suv ichishga to'g'ri keladi. Termosga iliq zamzamdan yoki xonangizdan iliq suv olib chiqsanglar, bemalol ichib yurasizlar. Keyingisi увлажняющий krem, chunki Madinada ertalab shamol izg'irin bo'lgani uchun yuzingizlar achishib ketadi, lablaringiz qurib ketadi. Biroz shuni hisobiga увлажняющий krem va SPF обязательно oling. Oyijonlardan ham so'raymiz. Oyijon, nima qo'shimchalar qilgan bo'lardingiz? Faqat issiq kiyim olib kelaman. Muzlab qolib qizga mana kurtka kiyganlar, mana ustilaridan buni tashaganlar. Shunda ham sovutyaptilar. Tayyor bo'lib kelsanglar, bemalol o'tirib, xohlaganingizcha duolar qilasizlar. Shuning uchun sizlarga bu videoni qoldirishga harakat qildim. Videoni kerakli odamlarga yuborib qo'yinglar.